My name is Matty Van Truon and we are in Fair Isle. Shotlandiyadagi Fair Isle'ga xush kelibsiz. Mening ismim Matty Van Truon. Men to'quvchi chevarman. Fair Isle jemperlari dizayni va sotuvi bilan shug'ullanaman. And I sell them online. Fair Isle is known Fair Isle dunyoga mashhur rang-barang gulli to'qish texnikasining nomidir. Bir qator to'qish uchun bir yo'la ikki xil rangdagi iplar ishlatiladi. Gohida iplar 3 xil bo'lishi ham mumkin. Jacquard texnikasi deb nomlangan usul Fair Isle deb ataladi, chunki u aynan shu orolda paydo bo'lgan. Bu yerda olinadigan Shetland juni dunyodagi eng mayin jun hisoblanadi. Fair Isle oroli Shetland arxipelagiga tegishli. Orolda qo'y qo'zilarining soni aholi sonidan ko'pdir, deydi tabassum bilan Van Truon. The making of a Fair Isle jumper, I think it can be. Jacquard jemperini yaratish jarayonini Van Truon 2 bosqichga ajratadi. Birinchisi bu chorvachilik bo'lsa, ikkinchisi jemperni tayyorlash jarayonining o'zidir. Van Truonda o'zining qo'ylar podasi bor. Jonivorlarga to'g'ri parvarish kerak, chunki faqatgina sog'lom oziqlanish sifatli junni beradi. Junlarni qirqish. Van Truonning aytishicha, qo'yni o'z oyoqlariga engashtirsa, junlarni qirqish osonroq bo'lar ekan. They become very docile. Bunday holatda jonivorlar nisbatan tinchroq bo'ladi va to'quvchining so'zlariga ko'ra o'zini baxtiyor his etar ekan. Chevar to'quvchi ogohlantiradi. Agar qo'y bilan ishlab chiqarish mahsulotiga qaragandek munosabatda bo'linsa, sharoit tubdan o'zgarishi mumkin ekan. Jun yoyilib, kir va o'tlardan tozalanadi. Keyin esa u yo'l xaltaga solinadi. Bu xalta Good Shepherd kemasida Jameson Spinning korxonasiga yuboriladi. Jun sifatiga qarab ajratiladi, keyin esa qayta ishlanadi. U yuviladi, bo'yaladi va g'altakka o'raladi. Yakuniy mahsulot bu eshilgan jun ip kalavasidir. Bu kalavalar samolyotda Tingwell aeroportidan Fair Isle'ga olib kelinadi. O'z iplarimni samolyot orqali olaman. Uni qabul qilib olgach, men uyimga qaytib kelaman va shu yerda jemperni tayyorlash jarayoni boshlanadi. I start putting together colors and patterns and I create swatches. Once the design is approved, birinchi qadam bu dizayndir. Van Truon kerakli ranglarni tanlaydi, naqshlarni va trafaretni o'ylab topadi. Taking that rib, transferring it into the flatbed knitting machine. I place all my wools. Dizayn ma'qullangan zahoti to'quvchi chevar uning jihatlariga o'tadi. The machine reads the solid and hollow. Van Truon tayyor perfokarta naqsh trafaretini to'quv mashinasiga ko'chiradi. U ipni tayyorlab bo'lgach, to'qishni boshlaydi. Mashina perfokartani o'qir ekan, jemperning old va orqa tomonlarini hamda o'ng va chap yenglarini to'qiydi. Keyin esa barcha qismlarni birlashtirish lozim. Yenglari, choklari sezilmasligi uchun chiziq ustiga to'g'rilab tikiladi. Xuddi shu usul bilan yenglari ulanadi. Oxirida esa Van Truon jemperga yoqasini ulab tikadi. Tikish ishlari tugagandan keyin jemperni o'rash uchun tayyorlash lozim. Once the garment is knitted, is the finishing process. U ichki qismiga ishlov berib, uchlarini qo'shib chiqadi. Bu bosqichda to'qishdagi xatolar tekshirib chiqiladi. The garment gets washed in 30 degrees temperature. Jemper Celsiy bo'yicha 30 darajadagi suvda chayiladi. Jemper quritish uchun ramkaga tortiladi. Quritilgan jemper tekislab silliqlanadi, keyin esa unga yorliq tikiladi. Once it's dry, it gets pressed. To'quvchi chevar jemperni retro usulidagi jigarrang qog'ozga o'rab, ip bilan tortadi. Kind of old style with a little string of wool. To'qish bu orolning bir qismidir. Kimdir bu ish bilan shug'ullanishni bas qilsa yoki orolni tark etsa, o'sha zahotiyoq uning o'rnini boshqa odam egallaydi va ishini davom ettiradi. An'analarni davom ettirish va merosni saqlab qolish faqat zavq bag'ishlaydi. Full of satisfaction.